rizq ruz talabida, kasbkor talabida kishining niyati to'g'ri bo'lsa, u har bir harakatiga ajr savob oladi. Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadilarki, bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan turganlarida bir kishi o'tib ketdi. Baquvvat, zabardast odam o'tib ketdi. Shunda uning baquvvatligi, ser harakatliligi sahobalarga yoqdi. Va aytdilarki, ya Rasululloh, bu kishi qaniydi shu mehnatini Allohning yo'liga qilsa, ya'ni doim Allohning yo'lida yursa, shu mana shu baquvvat odam ekan, ser harakat odam ekan, shu holatda shu mehnati bilan Allohning yo'lida yursa yaxshi edi deyishdi sahobalar. Shunda payg'ambar alayhisalom ushbu Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar bu hadisni ham rivoyat qilingan hadisda bu gapda aytdilarki, agar bu kishi, bu hammamizga taalluq bo'ladi, o'sha kishiga qarab aytilayotgan bo'lsa ham, bu kishi yosh farzandlariga rizq topish uchun ko'chaga chiqqan bo'lsa, u Allohning yo'lida yuribdi. Shu rizq topib yosh farzandlarimga nafaqa qilib beray deb shu niyat bilan ko'chaga chiqqan bo'lsa, bo'ldi, u Allohning yo'lida odam. Agar ikkala keksayib qolgan ota-onasi bo'lsa-da uyda shu ota-onamni boqish maqsadida deb ko'chaga chiqqan bo'lsa, u odam Allohning yo'lida bo'ladi. Agar bu kishi boshqalarga muhtoj bo'lib qolmaslik uchun ko'chaga chiqqan bo'lsa, ya'ni pul topay, birovning qo'liga boqimanda bo'lib qolmay, birovga qaram bo'lib qolmay, o'zimni nafaqamni o'zim topay deb ko'chaga chiqqan bo'lsa, bunda ham Allohning yo'lida bo'ladi. Agar bu kishi riyo, ko'z-ko'z qilish, faxrlanish uchun ko'chaga chiqqan bo'lsa, u shaytonning yo'liga yurgan bo'ladi. Mana bu hadisda hali savob olish, Allohning yo'lida yurish nima ekanligini Rasululloh alayhisalom sodda qilib siz bizga tushuntirib beryaptilar. Farzandimizni boqish uchun, ota-onamizni xizmatini qilib ularni rozi qilish uchun, o'zimiz boshqaga muhtoj bo'lib qolmaslik uchun o'zimizni nafsimiz uchun ishlayapmiz aslida. O'zimizga ishlayapmiz, lekin shuni haloldan topish uchun ko'chaga chiqqan bo'lsak, mana shu Allohning yo'lida yurish mana shu. Savob umidida yurish mana shu.